Ailemizde adli usul az çıkım bilen tayyor bulduğun süzüm peçenimizni sizge yutib qo'yay. Teriq may 125 gram, un 350 gram, soda 3 gram, tanfin 100 gram, neyfon 35 gram, tuxum 2 tal, qattiq miqdor. Avval tanfinimiz bilan seriq mayimizni aralashtirib ko'ptirib olamiz. Seriq may bilan tanfinni ko'ptirib mushalatga akab bo'lgandan keyin uni to'kisga 2 tal tuxumimizni qatib yana davomli aralashtiramiz. Tuxumimizni yaxshi aralashib bo'lgandan keyin sodarimizni, neyfonimizni qatib olsak bo'ladi. Yana davomli yaxshi aralashtiramiz. Bayaqi materialimizni ko'ptirib mushalatga ekib olgandan keyin tayyor qilib qo'ygan unimizni tepsiga yaxshi aralashtiramiz. Bayaqi materiallarimizni qo'yib, tayyor qilib mushalatga kelgandan keyin andan tayyor qilib qo'ygan qitig'imizni qo'yib, xamir olaga kelamiz. Xamirimizning qattiq yumshoqligi mushalatda bozildi. Xamirimizni 5 minut atrofida tindirib qo'yamiz. Buni tayyor bo'lgan xamirimizga ambaldan tepsiga ozroq un sepib, tekshi holatga yeyib olamiz. Xamirimizning qalinligi mushalatda bo'ladi. Pechin chiqargan qiliblarimizni besib, shakl chiqarib olsak bo'ldi. Qapqagan xamirimizni biza qilish uchun mushalatda o'tirini teshib, tepsiga ilib olamiz. Xamirimizni bu shaklga keltirib olib, endi tepsiga tuxum seriqi surib olamiz. Buning o'tirisiga soladigan materiallar suzma, shika, tenfin. Bu odatda uyimizda chiqadigan materiallar, shunga muvofiq miqdorda qilsak bo'ldi. Buningki o'lchami yo'q. Avvaldan biyan foydalarimizga elib, ichiga yaxshi aralashtirib, tekshi siqib olamiz. Endi textimi chiroyli bo'lish uchun buni ozroq bezak berib o'tamiz. Kavşağımızdan gradusini 180 15 minut pişirip elib alsak buldu. Kiler qetimni pişirishni o'rganganlar va inkos rayoni qoldirib qo'yganlar bizni qetilish unutib